Do'stlar, sizlar bu xonadonimizning tungi fondan oldingi holatini ko'rib turibsizlar. Ana endi esa tungi fonimizning bitgan holatini ko'rishingiz mumkin. Mana marhamat 2025-yilga yangi tungi fon fason. Juda ham go'zal, skromning eng asosiysi tungi fon kvadrati ko'payib ketmaydigan, juda ham go'zal, modasi o'lmaydigan fasonlarimizdan bo'ldi bu xonadonimizga. Burchaklarni ko'rib turibsizlar. Ustakalarimiz bor mehrlarni berib, stillarni juda ham chotki qilib keltirib qo'ygan. Ustaning mahoratini shundan bo'lsa ham bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar, juda ham chotki qirralarni ko'rib turibsizlar. Bir xil liniyalar terib, stillari anjimchaga bilinmaydigan qilib qo'yilgan bu fasonimizni. Ko'rib turganlaringlardek, ko'p do'stlarimiz bir xilidan zerikkani uchun mana sizlarga yangicha 2025 ga mikrofon fasonlarimizdan. Do'stlar, bu xonadonimizning ko'cha shapkasi bo'ladi. Juda ham go'zal fasondagi, ya'ni qoshlik, yumaloq karnizli fasonimizdan qilib berganmiz. Mikrofonimizning past qismlariga ashibkalar bilan, mikrofonlar bilan o'rab ketilgan. Hamda shakka qismimizni o'ziga bestik tanlovlarimizdan ustunklar qilib, suv tushib turish uchun mana bunday turbalarimizdan 3 ta joydan o'rnatib berilgan aziz do'stlar. Bu xonadonimizga mikrofonning kvadratiga hisoblaganimizda ko'cha shapka qismlarini, hamda past ashibka qismlarimizni, xonalarini mikrofonlar qilib berdik. Shunda 88 kvadrat atrofida mikrofon ishlatdik. Ko'cha shapkalarimizga 24 metr atrofida bestik ta'minlarimizdan hamda suv tushib turish uchun mana bunday turbalarimizni sumkalar qilib berdik. Shunda bu xonadonimizga 14 million 300 ming so'm atrofida pul ketmoqda. Dollarga hisoblaganimizda esa 1100 dollar u yoq bu yoq bo'lib ketyapti. Shu atrofida pul ketmoqda aziz do'stlar. Sizlarga ham shunaqa neobычный yangilik fasondagi tunga o'zmata kerak bo'lsa, albatta ekranimizda ko'rsatib o'tilgan nomerlarimizga aloqa chiqib buyurtma bersanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarning ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa go'zal bo'lib, yonib turadi xonadonlar aziz do'stlar. Sizlar erkin tunga kanalini kuzatib bordinglar. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bomba qilib layklarni bosib qo'yishingizdan chiqmasin aziz do'stlar.